Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve sahbihi ve men valah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, biz yukarıki derslikte Allah Subhanahu ve Taala'nın bizge düşürgen Vel Asr suresinin hulasını bayan kılış bilen biz hakni güllendiriş ve hakka etrafımızdakilerini çağırış ve hakni özümüz amel kılıp hak bilen meydanda bildirip canlandırışga ahmiyet versek, o vakitning o'zida biz hozirgi tığırqaşdan chiqalaydiganligimizni, hozirgi o'zimizdagi bearamlikni yo'qotish bilan birga Alloh taolaning yordamiga ham erisha oladiganligimizni so'zlab o'tdik. Shuning uchun yuqoridagi Vel Asr surasida Allah Subhanahu ve Taala Auzu billah bismillah Vel asri innal insana lefî khusr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr degan. Zaman bilan qasam, haqiqatan butkul inson, barliq dunyodagi har bir inson to'pi albatta ziyonkorlik ishida bo'ladi. Dunyodami, oxiratdami ziyon tortadi. Lekin iymon aytgan va yaxshi amal qilganlar, haqqa vasiyat qilishganlar, sabrga vasiyat qilishganlar bular ziyon tortmaydi deb Allah Subhanahu ve Taala bu zamanda yaşaydigan barliq insonlarningki ikki bo'lakka, ikki qutbga bo'linadiganligini, birisi iymon bilan yaxshi amal qilish orqali dunyoga baxt yaratadiganligini, o'zigimi baxt yaratadiganligini, birisi iymonsiz, aqidasiz, to'g'ri bo'lgan aql fikrisiz, Allohning hidoyatisiz ish qilib, o'zinimi, jamiyatinimi, o'ziga tava barliq ishlarini Xitoy kommunistlarga o'xshash dunyodami, oxiratdami baxtsiz qildiganligini Allah Subhanahu ve Taala yuqorqi oyatda so'zlab o'tdi. Buni biz ilgari darsda so'zlab o'tdik. Mushu Vel Asr suresini bir takrorlashimizga sabab biz doim har vaqt o'zimizning iymon, ishoncha, kuch-quvvat, haqiqat tarafdori, haqiqat qo'shoni ekanligimizni sezishimiz mushu har bir bilgan vaqt zamonda biz haqni qo'g'dash, haqni bilish, haq uchun qurbonlik qilishda o'zimiz ching'uqmi deb o'zimizni doim so'roq qilishimiz, bizning hayotimizning doim nahaqqa qarshi turish, haqni qo'g'dash ekanligini, ham nahaqni rad qilib haqqa ching turaman desam, uningga jafo mushaqqat keldiganligini, keldigan jafolarda sabr qilish mas'uliyatimiz borligini, shunaqla o'zaro birsi-birsimizga ham sabr qilishga tavsiya, yordam va kuch-quvvat, energiya berishimiz lozimligini mush oyat bizga alohida berdiganligini biz yuqorqi darsimizda so'zlab o'tdik. Endi bu suraningki yana bir asosli muhim tarafi bizga bizningki katta ulamolarimiz, imomlarimizdan bo'lgan Imom Shofiy rahimahulloh alayh musha oyat to'g'riliq agar Qur'oni Karimdan Asr surasi ham tushilgan bo'lsa edi, mush Asr surasi ham bizningki barliq e'tiqodi, siyosiy, ijtimoiy, ibodiy hamma ishimizda mush Asr surasi ham yetarli bo'ladi degan. Qarindoshlarimiz, demak bu Asr surasi har qanday bir musulmonga yadomoqqa oson. Her bir Müslüman bunu köpünçimiz bilimiz. Ama bunun ma'nisi, tushunchasi bizden talep qiladigan haqlari nayt ig'ir qilishimiz. Shunga qayerda bo'lsak, bizningki haq qarshi turib qolganlik bo'ladigan yoki inson jinning shaytonlari bizni ozdirib bo'ladigan har qanday sharoitda mushu Imom Shofiy rahimahulloh tavsiya qilgandek, mushu oyatga haq maydonda turib, haq uchun barlig'imizni qurbon bilish, bizning hayotimiz nahaq qarshi turish, haqni maydonga keltirish bo'lsa, u vaqtda biz mana mushu oyatga haqiqiy amal qilgan bo'lamiz qardoshlarimiz. Endi biz mushu haqni maydonga keltirishda avvalan biz haqni bilibdimiz, haqni o'rganib o'tibdimiz, haq yetakchilari bo'lgan ustoz rahbarlar bilan, siyosiy va diniy yetakchilar bilan birga bo'lib o'tibdimiz. Biz mushu bilgan haqlarimizga nima ish qilishimiz kerak, nima mas'uliyatni ado qilishimiz kerak desa, buningga Alloh Subhanahu va Taala bizga alohida Qur'oni Karimda keltirib, astag'firullah, ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasanati deb sura Nahlning 125-oyatda mushu oyatni keltirgan. Haqni bilib, haqni tushungan, haqni
o'zininki hayotida, jamiyatda amlashtiramiz deydiganlarning qilgan ishi shuki, Allah subhanahu va taolaning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo tushirgan mush oyat mana. Astagfirullah, bismillah. Ey Allah taolaning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Parvardigoringning yo'liga hikmat bilan chaqirgin dedi. Birinchi qilib bizning qiladigan ishimiz nima desa, hikmat. Hikmat degan nima desa, hikmat degan har qandaq bir ishqa uning yo'li bilan go'zal muomala qilish. Uni ham sen qilayotgan ishda sana qoyil bo'ladigan go'zal shaklda qilish. Ham uning qilayotgan ishingda qilgan yaxshiliqing sen keltirdigan yomonlikdan ko'p bo'lish. Ammo sen yaxshilik qilma deb yomonlik keltirib qo'ygan bo'lmasqin. Shuning uchun biz qildigan xizmatimizda, da'vatimizda, tirishchanligimizda o'zimiz, oilamiz, jamiyatimizni isloh qilishimizda cho'qim so'zimiz hikmatli bo'lishi kerak. Harakatimiz hikmatli bo'lishimiz kerak. Muomalamiz hikmatli bo'lishi kerak. Ana shundaq bo'lgan vaqtimizda, ondan qilgan ishimizda biz o'zimiz, jamiyatimizni tixmi go'zal bo'lgan, yaxshi, parlaq natijaga keltira olamiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz har qandaq bir hozirgi zamondagi xizmat maydonida turayotgan va bo'libmi biz Uyg'ur musulmonlarimizdek har birisimiz o'zimizningki mas'uliyatimizni chiqimiz deydiganlar hikmatni bilishimiz kerak. Bo'libmi siyosiy ishlarda, ijtimoiy harakat faoliyatimizda hikmatlik bo'lishimiz, qilgan xizmatimiz va harakatimizningki har birisi Qur'on hadisga uyg'un bo'lish bilan birga Qur'on hadisga yaxshi tatbiqlaydigan ustoz ulamolarimizning, siyosiylarimizningki bizga dab berishga uyg'un bo'lish bilan birga shu qilgan ishimizningki foydasi islom diniga, musulmonlarga zinidan jiqib ketadigan yoki cheklagan ishimiz uningdan yuqoriroq bir yomonlikni keltirib qo'yishdan saqlanishimiz kerak qarashimiz. Shuning uchun biz har qanday bir xizmatimiz, tirishchiligimizda hikmat bilan bo'lishimiz kerak. Ikkinchisi val mau'izatul hasana, go'zal nasihat qarashimiz. Endi bu yerda go'zal nasihat deganning ma'nosi imkon bor biz atrofimizdagilarni chaqirishda avvalan Allah Taala uning payg'ambari bizga bergan haq hidoyatda atrofimizdagilarga bishorat berishimiz kerak. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bashiru va la tunaffiru degan. Bishorat beringlar, uyqusatmanglar degan. Atrofimizdagilarga Qur'on, hadis ruhiga uyg'un haq, haqiqatni, hidoyatni bildirishda bishorat berishimiz kerak. Bu dunyoda bizga fitna, xafilik, ashunda xurluq uzun bo'lib ketgan bo'lsa, qanchalik uzun bo'lgan insonlar shunchalik bardosh kuchli bo'lsa, Qur'oni Karimda astag'firullah vas-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Haq maydonlarida oldi ilgirlab mangan mundaq xolis mu'minlar, ulu Alloh taolaga yaqin bo'lgan insonlar ana shular. Allohning rahmati, mehri shafqati, Alloh taolaning alohida oldida o'ringa erishadigan Allohning yaqinlari bo'ldi dedi. Qardoshlarimiz, Allohga yaqin do'st bo'lishdan cho'ng ne'mat yo'q qardoshlarimiz. Shuning uchun biz demak o'zimizning atrofida, o'zimiz va yashayotgan muhitimizda bizga kelgan mushaqqat, jafo uzun bo'lib ketgan bo'lsa, Alloh oldiki ne'matning mangu bo'lganligini, yana u ne'matning mangu bo'lgan shu ne'matga qarta bizning tatgan jafo mushaqqatlarimizninki hech narsa emas ekanligini bildirishimiz kerak. Shunga har bir ishimizda avvalan bishoratga qattiq ahamiyat berishimiz kerak. Ammo bergan bishoratimiz Qur'on, hadis, Rasululloh alayhi vasallamning siratidan sirt, musulmonlarni fitnaga tushiradigan, musulmonlarni aldab qo'yadigan bo'lmasligimiz kerak. O'zimizda amaliy bo'lmagan kuch yoki o'zimizda amaliy bo'lmagan ishni musulmonlarga yolg'ondan ko'rsatib, ularni aldab, ularningki azroq qo'llashiga erishish uchun ularni sahijatni aldab qo'ysha qolmaydi. Faqat ularni o'zimiz mingayotgan, qilayotgan ishimizda Alloh uning payg'ambari ko'rsatgan shu vaqtdagi biz qilishga eng muhim ishlarga boshimiz, ammo kelgusidagi eng cho'ng g'albalarningki zodi Qur'on hadisda mushundaq haq yo'lda ching tursa, eng oxirida Allah mushuni nishonga yetkazdi deganligini bishorat berishimiz kerak qarashimiz. Ham bu go'zal nasihatga, go'zal mavzuga nima kirib ketadi desa, bizningki hozirgi xalqaro jamiyatda qilayotgan barliq tashviqot, e'lon,
televizor, medialarda abdan qarasak, haqni Qur'on, hadis bo'yicha ma'lum guruh, ya jamoat, yoki siyosat, yoki jamiyatninki ta'sir bilan xizmat qilishdan xoli Qur'on, hadis ruhiga umroq bo'lgan ham bizdek ayda xabarat qolgan musulmonlar o'zimizning umumiy uzun muddatlik harakat va uzun muddatlik qutulish va baxtga erishish yo'llarini asos qilgan mundaq darsliklarninki asosiy tashviqot medialari tashviqot, TV'lari tashviqot, dars xalqaro to'llari az qarindoshlarimiz. Hattoki islom dunyosida haq islom manbalarini tarqatadigan tashviqot dunyosidan bakaq, masalan shu Hindistondagi o'zining payg'ambarini o'zini payg'ambarlik deb yolg'ondan payg'ambarlik da'vosidan qilgan Mirza G'ulom Ahmaddek mana shundaq malullarning dunyoga tarqatgan nurg'unlagan TV'dir var. 200'den ortiq nurg'unlagan xalqlarda buzuq TV'lar var, lekin islomni asos qiladigan, islomni asos qilgan vaqtida haqni bevosita tarqatadigan, haq hidoyatlarni yo'riq bilan ochib beradigan TV'lar, manbalar, to'rlar nihoyat az. Qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz hozirgi mushu turayotgan jamiyatimizda internet, tor, televizor, har turli hozirgi yangi taraqqiyot vositasi bilan Facebook, WhatsApplar orqali biz haqni tarqatishga tirishchilik qilishimiz, shunaqla go'zal nasihatlarni tarqatishimiz kerak. Haqqancha bizga yo'llanmalarda bizi kelgan har turli uchurlarda ahanat qilish, til takkizish, yomon gap qilish bo'lsa-mu, biz Qur'on hadis ruhi bo'yicha o'zimizning haq, adolat talablari bo'yicha chiroyli nasihat qilish orqali bularmi o'zimizning atrofidagi musulmon qarindoshlarimizni bilinmay qolgan yoki nadonlik bilan qolib qolgan yoki dinsiz Xitoy kommunistlarining qutarqlik bilan haqni tushunmaganlarga nihoyat siliqlik bilan ularga haqni yetkazishimiz kerak. Mavuz tasina degan yana bir temisi shunga o'xshaydiki, bu hech oson bo'lgan, chiroylashtirilgan bir dora. Masalan, ayni vaqtda arab dunyosida bir xil qo'saq og'rish yuqumli kasali maydonga kelgan. Bu kasal maydonga kelgan dastlabda ularga shu aqoqir deydigan bir xil ichimlik, ya'ni kasalni saqlaydigan bir xil ichimlikniki o'zini bergan. Bergandan keyin bu dori ochiq bo'lgandan keyin ko'p sonliq odamlar bu dorini ichmay tashlayotgan. Keyin dorini ular alohida pishiqlab ishlab, uning tashiga silo, ya'ni tabiiy yemaklikni solgan tabiiy yeşillik narsalarni solgan siloni kiygizish orqali buni chiroyli dori maydonga chiqqan. An chiroyli dori bo'lib maydonga chiqqandan keyin uni har bir odam yegan Allohning izidan kasal yo'qolgan qardoshlarimiz. Demak, chiroyli hikmat degan nima o'xshaydi desa, bizning qilgan ishimiz o'zi go'zal bo'lsa-mu, uni biz xuluqlashtirib yetkazishimiz, uni go'zal so'z bilan, chiroyli muomala bilan, chiroyli aloqa tarbiya bilan. Allohning so'zi shuncha go'zal. İslam dinimiz shuncha go'zal. Bizning Qur'onga uyg'un bo'lgan haq-huquqlarimiz shuncha go'zal. Lekin buni biz talab qilishda go'zal til bilan, chiroyli tarbiya bilan, chiroyli bo'lgan uningki go'zallik bilan, qanchalik go'zallik bilan yetkazsak, shuncha bizning haq bo'lg'achqa haq degan shuncha go'zal qilishimiz. Shuning uchun mush xizmat qilgan barliq qilishimiz o'zimizning qilgan xizmatlarda go'zallashtirishga ahamiyat bersak, bu bizningki yanami xizmatda Allah razı bo'ldigan yaxshiliklarni maydonga keltirishga unum yaratishimizga alohida turtki bo'laydi. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain.